Assalomu alaykum. Shifo Asal kanalining aziz obunachilari va muhtaram hurmatli mehmonlar. Sizlarni hammalaringizdan yana bir marotaba efir orqali uchrashganimizdan juda xursandmiz. Oldingi videolarimizda bergan ma'lumotlarimizni, ko'rsatgan videolarimizda ko'rgan ko'pchilik asallar ishqibozlari, oddiy odamlar ham o'z fikrlarini bildirib, to'g'ri sohada olib borayotgan ishlarimizda, oldingi videolarimizda tomosha qilgan ko'pchilik asallar ishqibozlari, mutaxassis soha mutaxassislari, oddiy asalarichilar ko'pchilik bizga bergan ma'lumotlarimizdan qo'llab-quvvatladilar. O'zlarining ko'pchiliklari ijobiy fikrlarni bildiradi. Shu bilan birgalikda o'zlarining qimmatli maslahatlari, takliflari bilan ham bizni ham birimizni bo'yatdilar. Shuning uchun mana shu videomizni ko'rib borayotgan obunachilarimizga, mehmonlarimizga bildirgan yaxshi fikr istaklari uchun chin yurakdan biz minnatdormiz. Kimki mana shu bizga bergan videolarimizda bergan tajribamiz, ma'lumotlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, o'z afzallik sohasini rivojlantirishda ularni qo'llab ko'rgan bo'lsa, natijalar bo'lgan bo'lsa, shundan behad xursandmiz. Oldingi videolarda aytganimizdek, bizda asosiy maqsad, bizning kanalimizda asosiy maqsadi asalarichilikni rivojlantirishda ekologik holatlarga e'tibor berish. Ya'ni asallarni ko'proq kimyo vositalari bilan emas, oddiy xalqimiz ishlatib kelgan, faqat bizning xalqimiz emas, butun Yevropa mamlakatlarida, boshqa chet ellarning hammasida ham qo'llab yaxshi natija qo'lga kirib kelayotgan xalq asal arachiligi asosida xalq qo'llab kelgan giyohlardan foydalanib, asallarni kasalliklariga, zararlarga qarshi kurashish, shu bilan birgalikda asalarichilikka tez rivojlanib kelish uchun katta stimul beradigan, katta bir turtki beradigan vositalardan foydalanib, birgalikda asalarichilikni rivojlantirish, asallarni shu bilan birgalikda ekologik rivojlantirish, ko'pchilik hollarda o'zlari ishqiboz bo'lgan asalarichi o'zlariga, oilalariga, yaqinlariga toza, ekologik toza, haqiqiy dori bo'lgan, haqiqiy odamlarning dardiga malham bo'ladigan asal yetkazib berish uchun kurashayotganlarga o'zi videolarimiz qo'l keladigan fikrdamiz. Bizni mana shu xalq usullaridan foydalanishga boshqalarni ham tashkil etishimiz, shunday davrachimiz asosiy maqsad shundaki, birinchidan mana shu xalq qo'llab kelgan vositalar, asalarichilik bo'yicha qo'llab kelgan vositalar, dori-darmon vositalari, davolovchi vositalari, oziqlantiruvchi vositalari, shu bilan birgalikda asalning tez rivojlanib ketishiga bahorda turtki beradigan hamma vositalar birinchidan arzon, ikkinchidan hamma joyda to'playdigan narsalar, uchinchidan ana shuni bir dozasini yoki miqdorini bir adashini yoki bilmasdan sal oshirib, sal kamaytirib qo'ysa, u asalariga ham, asalchiga ham, boshqasiga ham hech qanaqa zarar yo'q. Boshqacha qilganda zararsiz vositalar. Demak, bugungi ko'rsatuvimiz, videomiz KAS81 vositasi. KAS81 bu kislorod alkaloidni halisimesh yoki o'zbekcha aytganda kislorod alkaloidlar aralashma. Uni tarkibini 1981-yilda Sovet veterinar olimlar kashf qilgan, bu juda katta natija bergan. Nima sohada? Birinchidan nazimatozini tugatishga, ikkinchidan varroa kanasini tugatishda, uchinchidan astrofiroz va boshqa xil virusli bakteriyalar hali asalning kasallariga katta ta'sir etgan. Natijalar yaxshi bo'lgan. Ko'p hozirgi paytda Yevropada mana shu sohani, ayniqsa Rossiyada, Ukrainada, Yevropa qismida mana shundan keng foydalanib kelishadi. Sababi o'sha olimlarning o'tkazgan tajribalari natijasida varroa kanasining 97% mana shu KAS81 bilan foydalanish natijasida natija bergan. Yo'q, hali varroa kanasini tugatishga, to'kilib ketishga mana shu yordam bergan. Endi so'rashlarim mumkin, bu shunaqa zo'r ekan. Nima uchun odamlar hamma joyda ommaviy qo'llamaydi, qiymago'shi? Buni bitta ta'sirli sabab bor. Birinchidan, mana hozir biz bu kasni tayyorlash uchun foydalanadigan 3 ta kompaniya bor. Birinchisi o'zimizda ashcho shuvoq, ya'ni palingorka. Ana shu palingorkaning gullash davridagi asosiy qismi shundan iborat. İkincisi ana shu palingorka, mana shu shuvoqni, ashcho shuvoqni vegetatsiya davri, gullashgich bo'lgan davrdagi bo'lgan bitta kompaniyadan iborat. Uchinchisi mana oldingi paytda O'zbekistonda kambusa hozir hamma joyda ekilyapti. Sasna daraxtining hali kurtagi.
Bularni yig'ish qanaqa bo'ladi? Mana bu iyul oyining boshlari, o'rtalari, hatto avgust oyigacha mana shu yaxshi gullaydi. Hali achchiq shu erta bahorlardan boshlab mana shu vegetatsiya davri bo'ladi. Mana bu barglarni nimasi unib turibdi. Uni oldin bunisini bahorda buni terish kerak bo'lsa, mana bu yozda buni nimalar gullagan, nimani shu vaqt terish. Keyin erta bahorda bizda O'zbekiston sharoitida fevral oyining oxirida, mart oyining boshlarida endi kurtak o'tayotgan sasna daraxtini hali nimasini olishimiz kerak bo'ladi kurtagi. Demak, mana shularni sal yig'ish, bir joyga olib qo'yishni sal muammo bo'lganligi uchun mana shu nimani keng rivojlanadi. Bundan tashqari yana bitta narsa shundaki, mana shu kassasi bilan tayyorlangan, aralashma tayyorlangan tezroq muddatda qo'llanish kerak. Shuning uchun ham mana shuni saqlash muddati bilan bog'liq narsalar, keyin mana shuni o'z vaqtida yig'ira olmaslik natijasida asalarichilarning ko'pchiligi majbur bo'lishadi shu ximiya vositalariga e'tibor berishga. Shuning uchun lekin harakat qiladigan bo'lsa, uni orqasidan bo'ladigan bo'lsa, bu juda oddiy narsa, shu qamaji o'sadi. Nima vegetatsiya davrida ham olish mumkin, gullash davrida ham olish mumkin. Mana bu po'stkidan ortda ozgina vaqt berib e'tibor berilsa, mana shu mo'jizaviy hali xalq qo'llab kelgan aralashmani tayyorlash mumkin. Ana shuni tayyorlaganimizdan keyin uning natijasi albatta bo'ladi. Natija nimadan bo'ladi? Birinchidan buning natijasi hali oldin ko'p marta tayyorlash noqulay bo'lsa ham bir aytamiz, har xil kasalliklar bo'lsa, eng muhimi matkani tezroq tuxum qo'yishga, ko'proq tuxum qo'yishga undaydigan vosita. Davolashdan, profilaktikasidan tashqari, yana hali o kasallardan saqlashdan tashqari matkaga ham, ya'ni ona asalariga ham juda katta turtki beradi. Qancha ona asali erta bahorda ko'proq hali tuxum qo'ysa, qancha hali rastlab kengayib ketsa, shuncha hali asalarichilar foyda olishini hamma yaxshi biladi. Bundan tashqari bular profilaktikasi ham juda katta, har xil kasalliklarni ham oldin oladi. Eng muhimi buning o'zini eng yaxshi hali muhim nimasi edi, ya'ni aromati asalini tezroq ishlashga, harakat qilishga undaydi. Uni hali nimani ichida, o'yani ichida bir yaxshi havoni saqlab beradi. Asosan bir qanday ko'ramiz. Birinchidan tayyorlash kerak bo'lgan narsalar. Achchiq shuvoqni, ya'ni qalin gorkani ayni gullagan davrda kelib bo'lingan qismi bu birinchisi. Ikkinchisi ana shu achchiq shuvoqni vegetatsiya davridagi hali gullashni boshlamagan davrda kelib qismi. Mana shu uchinchisi hali keziruv daraxtlar yoki sasnani kurtak otgan davrda yig'ishtirib olingan kurtaklar. Bularning dozasi qanaqa bo'ladi? Mana shu kassasini bilan tayyorlash uchun shu achchiq shuvoqni 10 litr suvga tayyorlayotgan paytda 900 gram shuvoqni, gullagan davridagi shuvoqni 900 gramni quritilgani e'tibor beringlar. Mana bundan 50 gramni mana bu nimadan sasnani endi kurtak otgan payt davridagi kurtaklari. Bular 50 gram. Bundan 50 gram, bundan 50 gram, bundan 900 gram hammasi 1 kilo bo'ladi. Ana shu 1 kilo bo'lgan hosil bo'lgan narsani 5-10 litr suvda qaynatamiz. Hozir bu 50 ta oila endi asalariga moslashtiriladi. Biz hozirgi paytda 25 ta oilaga mujallal tayyorlaymiz. Buning uchun oldingi aytib o'tgani tong etiga bo'lamiz. Demak, bundan 450 gram mana bu qismidan endi gullamagan davrdan, achchiq shuvoqni gullamagan davrdan 25 gram, mana bu nimalardan, kurtakdan, sasna kurtaklaridan 25 gram. Jami hisoblasak 450 gram bo'ldi. Ana shuni maydalab, toza maydalab nimaga 5 litr sovuq suvga solib, past olovda 2-2,5 soat qaynatamiz. E'tiboringiz nimani sasini nimalar kurtaklari, nimalar barglari bilan, ignalar bilan birga mana shunda uni foydalasa, ta'sirini yaxshi bo'ladi, yuqori bo'ladi. Shuning uchun nimaga faqat kurtakni o'zi emas, hali bargi ignasi bilan birga qo'yishimiz kerak. Mana bu nimani ham vegetatsiya davridagi shuvoqni ham maydalaymiz, shunda u ta'sirchanligi yuqori bo'ladi. Shuna qilib solamiz. Bu qismni ham maydalaymiz. Biz mana shuvoqni maydaladik.
ko'pani maydaladik. Bunda juda katta effekt beradi, natija beradi. Shuning uchun majmuaning ichida o'lchangan toza, sovuq vodoprovod suvidan 5 litr o'lchab olganmiz, ana shuni ko'ramiz. Biz ko'rsatilgan dozadagi miqdordagi sho'xni, gullagan davridagisini, vegetatsiya davridagisini hali sasma kurtaklari bilan rosa 3 soat qaynatdik. Qaynaganimizda undan keyin yana 10 soat atrofida bu yana tindirildi. Shunday qilib bizda kas 81imiz ham qaynatilgan, ham dimlangan holda tayyor bo'ldi. Buni yaxshilab suvib olamiz. Rasmiyni muzlik tayyorlangan holatlarni o'zi xolodilnikda saqlab bir hafta ichida yana buni qo'llash mumkin. Yoki mana shuni bitta ishlatish muddati bir hafta o'rtasida bir marta qo'llash, ikkinchi marta qo'llash mumkin. Buni ham natijasi yaxshi bo'ladi. Undan ortiq buni saqlashga imkoniyati yo'q. Bu yerda tarkibi tuzlagan natija bermaydi. Binobarin xulosa unda shuni aytish kerakki, kas 81 asalarichilikda ekolog imkoniyatlardan foydalanish, qadimiy xalq foydalanib kelgan usullardan foydalanish biri bo'lib, toza asal yetishtirish, toza asallarni, sog'lom asallarni parvarishlashga olib keladi. Bizning mahsulotimiz ham juda yaxshi bo'ladi. Shuning uchun mana shu kas 81ni ishlatgan asalarichilar biladi. Hech qanaqa asallar uchun antibiotiklarni qo'llash shart emas. Nima deganda bu ularning immunitetini oshirib yuboradi. Antibiotiklar qo'llashga hech qanaqa nima qolmaydi, ehtiyoj qolmaydi. Dunyo bo'yicha hammaga ma'lumki, antibiotikning yaxshi tomonlari bilan birgalikda ularning salbiy ta'siri ham insonlarda ham boshqa joylarda ko'rinyapti. Shuning uchun biz tayyorlagan, bizning maqsadimiz bo'lgan, e'lon qilib aytib yurganimiz shu asosiy. Antibiotiklarni ishlatishga hech qanaqa ehtiyoj qolmaydi. Shundan keyin shu umumiy tarzda aytish mumkinki, kas 81 Sovet o'rinlari tomonidan yaratilgan juda yaxshi kisloterapiya aralashma kas 81 har tomonlama asalarichilik qo'llasa bo'ladigan, natija bergan slanga vosita bo'lib, ana shu vositaning natijasida qo'llagan har bir asalarichi o'z vosita qo'llashi mumkin. Umumiy qilib aytganda, mana shularni qo'llab, asallarimiz rivojlantiramiz, sog'lom rivojlanishini katta natijaga erishishimiz mumkin. Shularning hammasiga asalarichimizga kim bizning nimalarni, tajribalarni qo'llasa, o'shalarga omadlar tilaymiz. Yana bir marta sizlarga bundan keyingi videolarimizda xalq usulidan keng foydalanib asalarichi rivojlanish borasida ehtiyojlari bo'lsa, o'shalar xohishlari bo'lsa, toza, tabiiy, ekolog asal yetishishni xohlaganlar uchun biz yana tayyorlaymiz. Shuning uchun sizlardan iltimos, bizning kanalimizga obuna bo'linglar. Yoqsa like qilinglar, o'z fikr mulohazalaringizni aytinglar. Biz ularni hammasini inobatga olamiz. Kerak bo'lgan paytda bir-birimiz bilan hali kommentariyalar orqali birimizni qiziqtirgan savollarga javob berishimiz mumkin. Hammangizga yana bir marta omad tilaymiz. Oldingi safar aytganimizdek, har bir asalarichini hayoti o'zi ishlab chiqqan asallarga o'xshagan shirin va totli bo'lsin. Yaxshi kunlarda uchrashaylik. Hammangizga omadlar tilaymiz.